Qashqadaryolik haydovchilar uchun zo'r yangilik, qulaylik yaratildi. Mana ko'rishlaringiz mumkin, Qarshi shahridagi bir nechta cho'raqalarda 1.32 yo'l chiziqlari chizildi. Bu haydovchilar uchun qulaylik yaratish maqsadida chizilgan. Bu ikkita holatda qulaylik bo'ladi. Birinchi holatda tirbandlikni oldini oladi. Ikkinchi holatda jarimadan saqlab qoladi. Bu chiziq bilan bog'liq bitta qoidani yaxshilab eslab qolsangiz, sizga qizilda o'tdi deb jarima kelmaydi. Tushuntiraman. Siz yashil chiroqda harakatlanib, o'rtada qolib ketdingiz, to'g'ridan keladiganlarga yo'l berish uchun yoki tirbandlik tufayli. Keyin qizil yongandan keyin siz cho'raqani bo'shatib qo'yishingiz kerak. O'sha holatda mana shu chiziqda ichida bo'lsangiz bo'shatib qo'yishingiz kerak. Mana bu stop chiziqdan o'tib, mana bu joyda turgan bo'lsangiz, chiziqda ichiga kirmagan bo'lsangiz, joyingizda qolasiz. Agar mana misol uchun mana bu Gentra hozir harakatlanib ketyapti mana. Bunga jarima keladi. Haydovchilar yaxshilab eslab qoling. Mana bu stop chiziqdan o'tganingiz sizni cho'raqa hududiga kirganingizni anglatmaydi. Mana shu chiziqda ichiga kirganingiz cho'raqa hududida ekanligingizni anglatadi va shu chiziqda ichida qolib ketsangiz, cho'raqani bo'shatib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Mana misol uchun mana bu haydovchilar cho'raqa hududiga kirmagan, yurmadi, to'xtab turibdi, to'g'ri qilyapti. Agar ichkarida turganda yurib ketish kerak bo'ladi. Amaldagi yo'l harakati qoidalarining 97-bandiga ko'ra ushbu cho'raqa hududi, ya'ni 1.32 chiziqlari bilan belgilab qo'yildi va siz yo'l harakati qoidalarining 102-bandiga ko'ra mana shu cho'raqa hududiga kirgan bo'lsangiz, harakatingizni davom ettirib cho'raqadan chiqib ketishingiz kerak. Bu qoida hali chizilmagan cho'raqalarda ham amal qiladi. Misol uchun Atlas cho'raqasi hali chizilmagan, lekin chizish rejalashtirilgan. Bu joyda ham cho'raqa hududi mana shu svetoforning tagidan boshlab ichkarisi hisoblanadi. Mana bu stop chiziqdan bu yog'i emas, mana bu joydan bu tomoni hisoblanadi. O'sha oldin tushuntirgan qoidamga mana shu joyda ham amal qilasiz. Bu yo'l chiziqlarining chizilishida tashabbus ko'rsatgan Qashqadaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga rahmat aytamiz. Chunki bu yo'l chiziqlari haydovchilarda qizilda jarimaga tushishini oldini olishda yordam beryapti. Hurmatli haydovchilar, yo'l harakati qoidalariga amal qiling, yo'l belgilari va yo'l chiziqlariga qarab, e'tibor berib harakatlaning. Bu videoni barcha qashqadaryolik haydovchilarga yuborib qo'yish esingizdan chiqmasin.